بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram mo'min musulmonlar, hurmatli jamoat. Mana hozirgina domla, ya'ni ushbu masjid imom xatiblari Muhammad Zarif hoji domla aytganlaridek, biz Muftiy hazratlari boshchilik, u kishining noiblari juma kunida yurtimizning turli masjidlarga chiqib, siz kabi jamoat bilan uchrashib, suhbatlashib, juma namozini o'sha masjid jamoasi bilan ado etib kelmoqdamiz. Bugun Allohga shukrki, sizning mamlaqa ko'rkam, nurafshon namozxonlar uchun barcha qulay sharoitlarga ega bo'lgan jami masjidingizda juma namozini ado etish va jumadan oldingi amr ma'ruf, nahiy munkar qilishlik baxtiga muyassar qilib turibdi. Buning uchun Allohga hamdlar aytamiz. Dar haqiqat juma namozida xutba qilish, undan oldingi amr ma'ruf nahiy munkar bu payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning hayotiy sunnatlari, ulamolarimizning esa bizgacha kelgan buyuk bir meroslaridir. Aynan musulmonlar juma namozi kuni masjidlarda ko'p jamlanganliklari tufayli jamiyatdagi ba'zi bir masalalar yoritiladi, yetkaziladi. Va mana shu yetkazilgan masalalarni eshitgan har bir mo'min musulmon bunga diqqat qilish kerak. Eslab qolish kerak. Avvalo o'zi hayoti davomida amal qilish kerak. Va mana shu eshitganlarini oila a'zolaridan tortib, yon atrofdagi qavmi qarindosh, qo'ni qo'shnilarga, yoru birodarlarga yetkazishimiz kerak. Zero dinimiz nasihatdan iboratdir. Dinimiz yaxshilikka chaqirishdan, yomonlikdan qaytarishdan iborat. Parvardigor olam kalomi sharifida marhamat qilib aytadi: Astag'firu billah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khayr, ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Sadaqallohul azim. Sizlardan deyapti, ey bandalarim, shunaqa bir ummat bo'lsinki, ular yaxshilikka chaqirsinlar, yomonlikdan qaytarsinlar deb Alloh marhamat qiladi. Ha azizlar, bugun dunyoni ko'rib turibsiz. Shuna uyingizga borib, oynay jahoningizni yoqsangiz, dunyodagi holatlardan xabar beradigan axborot tizimi ko'payib ketdi. Hozir dunyoda yaxshilikdan ko'ra yomonlik to'g'risida ko'proq xabar berilyapti. Tinchlik, osoyishtalik, farovonlikdan ko'ra falon joy portlab ketdi, mana buncha odam o'ldi, mana buncha yosh bolalar nobud bo'ldi, mana buncha shaharlar vayron bo'ldi va hokazo va hokazo. Dunyo shunaqa bo'lib qoldi. Qaysi bir mintaqani olib qaramang,
Hamma joyda notinchlik. Alloh asrasin. Mana shu urush, janjal, qirg'inbarot, vayrongarchiliklarni ham o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. G'arazli maqsadlarda odamlar uyushtiryapti buni. Ana shu uyushtiruvchilar dinimiz ta'limotlarida fitnachilar deyiladi. Fitnachilar. Tasavvur qiling. Ikkita og'ayni urushib qoldi. Janjallashib qoldi bir-biri bilan. Uni bir tahlil qilib o'rgansangiz, o'shalarning o'rtasini kimdir buzgan bo'ladi. Bir-biriga yomonlagan bo'ladi. Miyasiga, qulog'iga quyib kelgan bo'ladi. Mana shu og'ayning senga nisbatan mana shunaqa odam bu. Doim sen poylab yuradi. Doim seni yomonlab yuradi. Bu og'ayning seni ko'ra olmaydi. Bu og'ayning seni molingga do'st yoki seni oilangga do'st. Bundan yaxshilik chiqmaydi deb bir tomonni charxlab yursa, bunga nisbatan gijgijlab va o'rtada narigisini bunga nisbatan yomonlab, yomon ko'rsatib, shunaqa bir darajaga olib keladiki, keyin boyagi ikkalasi bir-biriga nisbatan yomon fikrda bo'lib yurgan og'aynilar arzimagan nimadir sabab bo'lib, keyin bor ichidagi o'sha hasratini, dardini sochadi keyin. Oldin dahanaki jang, keyin qo'lga o'tadi, undan keyin undan yomoniga qarab ketaveradi. Fitna shunaqa narsa. Bugun ochiq oydin aytish mumkinki, aynan mana shu buzg'unchilar, fitnachilar muborak dinimiz ta'limotlaridan ham o'zlarining g'arazli maqsadlarida foydalanyaptilar. Bugungi suhbatimizning mavzusi mana shu. Fitnadan ogoh bo'ling degan mavzu. Ha azizlar. Bu uzoqlarda bo'lyapti-ku, bizga nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Hammamizga aloqasi bor. Chunki mana hozir qarang, ko'chadan kelyapmiz. Allohga shukr, hamma buni nazar qilsangiz, o'zini bir yaxshi orzu havaslar bilan yuribdi-da. Xotirjammiz-da hammamiz. Mana hozir bolalarimiz maktabga o'zi chiqib ketganda ertalab. Hozir mana 1 soat, yarim soatdan keyin o'zi kirib keladi-da maktabga uyga. Uydagilarimiz uyda xotirjam o'tiribdi-da. Siz bilan biz ham mana shu xotirjamligimiz borligi uchun ham mana vaqtimizni ajratib masjidga kelib o'tiribmiz. Masjidlarimizning eshigi katta ochiq. Mikrofonda suhbat qilib turibmiz. Allohga shukr. Allohga shukr. Bu bebaho ne'mat bu. Bebaho ne'mat. Bir paytlar o'sha hozirgi kunda vayronaga aylanib ketgan diyorlarda ham shunaqa xotirjamlik, farovonlik bor edi. Suriya mamlakati qanaqa mamlakat edi? Qancha odamlar tijoratga borardi o'zimizdan. Sayohatga borar, tomosha qilib kelardi. Qancha ulamolari bor edi. Iroq ham, Misr Arab Respublikasi ham, bu Falastin diyorlari ham. Qanaqa obod joylardi shular? Musulmon arab mamlakatlari. Nima bo'ldi? Arab bahori deb o'zlari boshladi fitnachilar. Mana hozir nima bo'layotibdi? Arab qishi degandan ham yomon bir holatga tushib turibdi, Alloh asrasin. Kechagina qishli qurolli kunlarda ham ko'rgan bo'lsangiz, katta bir saf tortib bechoralar yayov ketyapti. Bir mamlakatdan ikkinchi bir mamlakatga ko'chib o'tyapti. Yurtini tark etyapti. Sovuq, qishli qurolli kunlar. Bir joyga kirib bir isinadigan joyi yo'q.
xonadoni yo'q, vatani yo'q. Shunga nima sabab bo'ldi? Aynan ko'r-ko'rona ergashishlik, aldoqchilarni aldoviga uchish, ularga ergashish sabab bo'ldi. O'zimizdan ham chaqirishdi-ku. O'zimizdan ham chaqirishdi-ku, kelinglar bu yoqqa deb. Bir tasvir tarqaldi. 15-yili. Bir qora tanli yigit o'tiribdi. Qo'llarini keng ochib olgan, bu qo'lning tagida ikkita yosh o'zbek yigit, bu qo'lning tagida ikkita yosh o'zbek yigit. Devday keladigan bir qora tanli yigit qo'llarida nakolka ikki tomonda ham. Nima deyapti? O'zbek tilida, "Ey, kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Jihodga kelinglar" deyapti. Shuni tarqatishdi. Biz tushuntirdikki uni, "Oy, bularning gapiga uchmanglar. Buni kimligi ko'rinib turibdi-ku o'zi. Buni kasbi odam o'ldirish. Bundan boshqa narsani bilmaydi bu. Bu qotil bu. Bugun bu joyda urushga kelib ishlayapti. Har bitta o'ldirgani uchun falon dollar oladi. Ertasi kuni boshqa joyda bo'lsa, boshqa joyga boradi. Buni boshqa ishi yo'q buni. Bu duradgorlikni bilmaydi bu. Bu aytaylik bir boshqa kasbni bilmaydi, o'qishni bilmaydi, yozishni bilmaydi. Dehqonchilikni bilmaydi. Quruvchilikni bilmaydi. Buni ishi shu. Tug'ilganda shu ishni qilib kelgan, to umrining oxirigacha shu ishni qiladi. Ana yosh o'zbek yigitlari, o'zimizdan ketgan yigitlar uni quchog'ining tagida o'tiribdi. Mana borishdi o'sha joylarga. O'sha aldov, fitna, chaqirishdi, "Bu yoqqa kelinglar, mana islom davlat quryapmiz" deb. Baraka topib ko'r. Nima qildi islom davlat qurib? Odamlarni qaqshatib, qirg'in-barot qilib, qancha bolalar, voyaga yetmagan bolalar bombalar tagida qolib, katta-katta yiqilgan binolarning tagida hozirgacha shu ahvol. Shuning uchun bundan hushyor bo'laylik azizlar. Allohga shukr, bugun mamlakatimizda darvozalar katta ochildi do'stlarimizga. Lekin hamma joyda ham do'stlar bilan bir qatorda ko'ra olmaydigan dushmanlar ham bo'ladi. İçimizden chiqarishga harakat qiladi. Men kecha xufton namozida bir masjidga bordim, men shahrimizdagi bir masjidga. Xufton namozini o'qidik, farzini, sunnatini o'qidik, vojibini o'qidik. Keyin o'tirib tasbih, tahlil, duolarni qilyapmiz. Shunda eshik tomondan kirib kelgan bir yigit, 19 yo 20 yoshar yigit. Rasa raful yadaylarni mavromiga olib boryapti. Shimini qirqib olgan. To'pig'idan bir qarshi tepada. Qo'llarini ko'tarib, oyoqlarini kerib, bir narsalar qilib yotibdi. Axir necha marta ogohlantiryapti imomlarimiz. Bizni diyorlarimizda Hanafiy mazhabi bizni diyorlarimizda 1400 yildan beri bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning amakilarining o'g'illari Husam ibn Abbos radhiyallohu anhu, Maymuna onamizning singillarining o'g'li, Rasulullohning qayin singillarining o'g'li, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Husan deb nomlangan nabiralar bilan emakdosh bo'lgan zot hijriy 43-yilda biz diyorlarimiz kirib kelganlar. Hozir 1446-hijriy. 1403 yil oldin Mavron Nahr hozirgi O'zbekistonga o'qish islom ta'limotlarini olib kelgan axir. Hozir Samarqandda Husam ibn Abbos Shohizindada dafn etilganlar.
Payg'ambar alayhissalatu vassalam hijriy 11-yil olamdan o'tgan bo'lsalar, oradan 30 yil o'tyapti, 32 yil. U kishi bizning diyorlarga islomni olib kelyaptilar. Abu Hanifa 80-hijriy tug'ilib 150-hijriy olamdan o'tyaptilar. Abu Hanifaning ta'limotlarini Buxorolik Abu Hafsi Kabir olib kelganlar bizning diyorlarimizga. Mana shu 4 tala tan olingan mazhab, Hanafiya mazhabi, Shofiya, Malikiya, Hanbaliya mazhablari, Ahli sunna val jamoa. Mana shu 4 tala mazhab, shu 4 tala mazhabni ham yarmini Hanafiy mazhabi tashkil qiladi. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning asr saodatlariga eng yaqin asrda dunyoga keladilar bu kishi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu degan sahobani ko'radilar ko'zlari bilan. Shu uchun Abu Hanifa rahimahulloh tobiin hisoblanadilar. 4 tala tan olingan mazhab. Mana bu ulamolar aytayaptilarki, mana shu 4 tala mazhab ahli sunna val jamoa. Qaysi bir diyorda qaysi mazhab keng tarqalgan bo'lsa, o'sha diyordagi mu'min musulmonlar shu mazhabning rioyasini qilishlari vojib. Vojib. Vojib degan bu farz degani. Farz bilan vojib darajasi bir xil qarab. Shart degani bu. Yana aytiblarki, qaysi bir diyorda qaysi mazhab keng tarqalgan bo'lsa, o'shaning ulamolari keng tarqalgan bo'ladi, uni kitoblari keng tarqalgan bo'ladi. Qaysi bir mamlakatda 4 tala mazhab ham tarqalgan bo'lsa keng, bor shunaqa mamlakatlar. Saudiya Arabistonda, Misr Arab Respublikasida bor. 4 tala mazhab keng tarqalgan. Ana unda deyaptilar, o'zi ixtiyor qilsin, qaysi mazhabda ibodat qilishini. Chunki o'sha mazhabning ulamolari bor o'sha yerda, o'sha mazhabning maktablari bor, o'sha mazhabning kitoblari bor deyaptilar. Ana. Bugun O'zbekistonimizda tarqalgan mazhab Hanafiy mazhabi, baraka topinglar. O'zbekistonimizdagi hamma imom xatiblar Hanafiy mazhabida, hamma ulamolar Hanafiy mazhabida. O'zbekistonda mavjud bo'lgan arabcha bo'lsin, lotincha bo'lsin, kirilcha bo'lsin, mavjud bo'lgan diniy adabiyotlarimiz hammasi Hanafiy mazhabidagi adabiyotlar hisoblanadi. Boshqa mazhab yo'q. Boshqa mazhabni aytaylik, ko'p yillar xorijda o'rganib kelganlar ham mana bu qaytib kelgandan keyin shu mazhabning rioyasini qiladi. Abu Bakr Xaffoli Shoshiy degan zot o'tganlar Hazrat Imomda. Hozir o'sha yerda dafn etilganlar, borib bir ziyorat qilib qo'yinglar. Toshkent Islom institutini, ma'hadni qibla tomonda qabrlari. U kishining yonlarida Hofiz Ko'haki degan zot dafn etilganlar. 1100 yil oldin yashagan ular. Abu Bakr Qaffoli Shoshiy Urdun Hoshimiylar Arabistonida o'qiganlar, o'sha joyda ijod qilganlar, dars berganlar, saroy olimi darajasiga ko'tarilganlar. Tabiiyki Urdunda Shofiy mazhab keng tarqalgan, o'sha ham Shofiy bo'lganlar. Lekin umrlarining oxirgi damlarida qaytib keladilar vatanga, Toshkentga, Shoshga. Va umrlarining oxirigacha birorta ham Shofiy mazhabi bo'yicha ta'lim bermagan ekanlar, shogird chiqarmagan ekanlar. So'rashgan ekan, "Hazrat, o'zingiz Shofiysiz, ha? Nega bo'lmasa bir Shofiydan ta'lim bermadingiz, shogird chiqarmadingiz?" Aytgan ekanlarki, bu diyorda Mavron Nahr Shoshda Hanafiy mazhabi keng tarqalgan. Agar hozir men Shofiy ta'limoti bo'yicha shogird chiqarsam, ertaga mening shogirdlarim bilan Hanafiy shogirdlarining o'rtasida bahs munozara, tortishuvlar, kelishmovchiliklar chiqadigan bo'lsa, u fitna bo'ladi. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitna birovni o'ldirishdan ham og'irroq deb aytgan ekanlar. Marhamat. 1100 yil oldin aytgan bu zotlar bu gaplarni, toshkentlik. Bugun nima qilyapti ba'zi yoshlarimiz?
hech kim qilmagan ishni qilyapti. Hech kim qilmagan ishni qilishni yaxshi ko'ryapti. U go'yo hazil fahmlayapti buni. U hazil emas u. U birovni tashqariga chiqib o'ldirgandan yomon fitna u. Ana shundan boshlanadi. Bugun e'tiborsizlik qiladigan bo'lsak, ertaga bular ko'payadi. Ko'paygandan keyin mana masjidning jamoati ikkiga bo'linadi. Imom domla Hanafiy mazhabida kelib imom o'tib tursa, Muhammad Zarif domla, ular orqasida ergashmaydi-ki. Keyin o'zlari bittasi imomini tayinlaydi, ikkinchi jamoat qiladi. Boshlanadi fitna. Bo'lishi mumkin emasmi? Bo'ldi-ku. 90-yillarni eslab ko'ringlar. 90-yillarni. Chaqchimon masjidi hozir ham bor-ku. Vahobiylarning masjidi bo'lib qoldimi? U yerda Hassimon sunniylarniki bo'lib qoldimi? Vahobiylar sunniylar bo'lib qoldi. Yoki Vodiy viloyatlarida. Vahobiy, u vahobiy, unga borma. U masjid, u vahobiylar masjidi. Uchi, u vahobiyning shogirdi. U sunniylar masjidiga yaqinlashma. Nima bo'ldi-ki? Alloh subhanahu va taolo shuning uchun mana bu oyatda aytib qo'yibdi. Robbingizning qasamini eslang. Agar shukr qilsanglar, ne'matlarimni ziyoda qilib beraveraman. Noshukrlik qiladigan bo'lsalaring, noshukrlik qiladigan bo'lsanglar, unda azobim qattiq bo'ladi, deyapti. Mana hozir shukr qiladigan damlarimizda, Allohga shukr. Shukr qiladigan damlarimiz hozir. Tinchmiz, xotirjammiz. Ibodatimizni qilamizmi, tirikchiligimizni qilamizmi, ilmimizni o'qiymizmi? Marhamat. Bitta sharti bor faqat. To'g'ri yur, to'g'ri tur. Tamom. Boshqa sharti yo'q. Adashma, fitna qilma. Fitnaga aralashma. Sabab shu. Talab shu. Nega? Nima kerak? Mana hozir Allohga shukr. Bizning Hanafiy mazhabimiz shunaqa bir ajoyib mazhab, men sizlarga aytib qo'yay. Bu mazhabni o'rganing oldin chuqurroq. O'rganganingiz sari bu mazhabga bo'lgan muhabbatingiz oshib ketaveradi. Nomon ibn Sobitga bo'lgan hurmatingiz yanada ziyoda bo'lib ketaveradi. Bu odamlar o'zlari uchun yashamagan. Ular dinga xizmat qilish uchun yashaganlar. Siz bilan biz to'g'ri yo'lda yurishimiz uchun yashaganlar ular. Alloh rahmat qilsin. Mana shu yili 2024-yil avgust oyida biz Islom sivilizatsiyasi markazi rahbariyati bilan xizmat safariga bordik Saudiya Arabistoniga. Riyozda bo'ldik, boshqa shaharlarda bo'ldik. Madina-i Munavvaraga borsangiz, o'sha Ravza-i Muborak tomondan Zamzam Pulman mehmonxonasiga chiqib ketaverishdagi eshikni, shuni o'sha panjarali eshikdan chiqqaningizda, shu panjarali eshikka yaqin qurilgan 2 qavatli binolar bor. Ana shu binoni shuna o'ng tomoniga o'tsangiz, innovatsion muzey degan bir muzey tashkil qilingan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning siratlariga bag'ishlangan. Makka-i Mukarramada ham Ka'batullohdan chiqishingiz bilan soat mehmonxonasi bor. Soat mehmonxonasini bilasiz, 3 qavatli, 4 qavatli savdo rastalari, ovqatlanadigan joylar. Ana shuni 2-qavatiga shunday eskalator bilan ko'tarilsangiz, to'g'ringizda Mazhab Siyarin Nabiy, Payg'ambar alayhisalomning siratlariga bag'ishlangan muzey deb yozilib qo'yilgan innovatsion muzey bor. Kiringlar. Ana shu muzeyga kirdik biz. Bir xonasiga kirdik. Kichkinagina xona, 4 ga 5 kelsa keladi. 4 tomoni devor, qumsuvoq, chor devor, boshqa hech narsa yo'q. Lekin o'sha zamonaviy moslabalar bilan 3D'ni yoqdi. Rasul akram alayhisolatu vassalamning hujrai saodatlarida bo'lib qolasiz. Bir burchakda o'zlari yotib turgan sarirlari, chorpoy karavatlari,
Bir burchagida o'sha xonadonda ishlatilgan suv idish, elak, yana bir burchagida o'sha jang jadallarda, g'azotlarda kiygan kiyimlari, bir burchagida bitta eskiroq to'shak, Rasulullohning xonadonlari. Keyin gapirib ko'rsatib beryapti. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hijriy 11-sanada olamni o'tyaptilar, Rafiqul A'loga rihlat qilyaptilar. O'sha xonadonda dafn etilyaptilar, janoza shu yerda o'qilyapti, yuvilyapti. Dafn etilyaptilar, qabrlar turibdi. Oysha onam birga yashayaptilar. O'zimni xo'jayinim-ku deb. 2,5 yil o'tyapti, Abu Bakr Siddiq vafot etyaptilar, u kishi ham o'sha joyga qo'yilyapti. Rasululloh bilan yelkalari teng Abu Bakr Siddiq boshlari qo'yilyapti. Oysha onamiz o'sha uyda yashayaptilar, bitta xona. Bunisi otam, bunisi xo'jayinim deyaptilar. Hazrat Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu o'lim to'shagida ekanliklarida Oysha onamizdan izn so'rayaptilar. Men olamdan o'tadigan bo'lsam, shu do'stlarimning yonlariga dafn etinglar meni. Payg'ambar alayhissalatu vassalamni va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni yonlarida dafn etinglar deb iltimos qilyaptilar. Oysha onamiz rozi bo'lib o'sha yerda dafn etishyapti. Endi Oysha onamiz aytayaptilarki, bu kishi menga nomahrom bo'ldilar. Parda tortib qo'yaptilar, bir chetda o'zlari yashayaptilar. Shu joyda Oyshaning mehrobi deb ko'rsatdi. Boyagi tiridada. Qarasam, mehrob qiblaga qarab turibdi. Pardan nariyoqda qabrlar ko'ndalar. Qaytaring orqaga dedim, qaytardi. Mehrob shu qiblaga qarab turibmi? Ha, qiblaga qarab turibdi. Demak, Rasul akram alayhissalatu vassalam, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhularning qabrlari ko'ndalang turibdi, ko'ndalang turibdi. Ya Alloh, men shu narsani izlab topolmaganman. Payg'ambar alayhissalatu vassalam qachon vafot etganlari, qaysi kun vafot etganlari, kimlar yuvgani, g'usl qildirgani, janoza qanaqa o'qilgani, kimlar dafn etgani, qabrdan eng og'iri kim xayrlashib chiqqani hammasi bor edi, ma'lum edi. Lekin qabrlari qanaqa turgani noma'lum edi men uchun. Izlaganman, so'raganman, topolmaganman. Shunda fikr qilardimki, bu u diyorlarda Shofiy mazhab keng tarqalgan, Maliki Madinada, ham Ahmad ibn Hanbal Makkada. Ular oyog'ini qiblaga qarab ko'madilar. Oyog'ini qiblaga qarab ko'madilar. Qo'l, oyoq hammasi go'yo qibla qarab turgan bo'ladi, boshda yana mayitning boshiga bir g'ish qo'yib qiblaga qaratib qo'yadilar. Lekin bizda Hanafiyda boshqacha, bilasiz. Janozani qiblaga qarab ko'ndalang qo'yamiz, o'qiymiz o janozani qanaqa qiblaga. Xuddi shunaqa dafn etamiz-ku biz. Ana, Nu'mon ibn Sobit shuni olgan ekanlar. Ko'ryapsizmi? Shuni u kishi olgan ekanlar. Bizni Hanafiy mazhabini ko'ryapsiz, qanaqa bir ulug' mazhab ekanligini. Hamma mazhablar ham, Allohga shukr. Lekin ba'zi bir hozir toifalar chiqyapti, hech qanaqa mazhab kerak emas. Qur'onni, hadisda olaveramiz deyapti, bekor aytibdi. Unaqa deydiganlar agar oshqozonni operatsiya qildirmoqchi bo'lsa, borib pichoqni olsin-da oshxonadan. O'zini o'zi kesib operatsiya qilaversin. Ko'richagini oldirmoqchi bo'lsa, xotiniga aytsin, "Men ko'richagimni olib qo'ydim, oldirib tashlayversin." Qila oladimi? Mashinasi buzilib qolsa, o'zi motorini ochib tuzatsin. Qila oladimi? Mutaxassisga murojaat qiladi-ku. O'lishdan qo'rqadi-ku. Bu din masalasi nimaga endi hamma o'zicha bilish kerak ekan? Mana shu narsani tushuntiryapmiz biz. Allohga shukr, ko'pchilik yaxshi tushunyapti. Lekin ba'zi bir odamlar bor, tushunmayaptilar. Aytib qo'yay. Musulmonlar idorasi nomidan, imom xatiblar nomlarimizdan ogohlantiryapmiz. Tushuning. O'zingiz tiying. Yon atrofdagilaringizga ham ayting. Unaqa mazhabsizlar tiyilsinlar. Ertaga o'zlari uchun yaxshi bo'lmaydi-ki. Keyin kech bo'ladi. Amin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya